hajni niyat qilgan kishi katta-yu kichik gunohlarni qilishdan, hatto biror jonzotga ozor berishdan, xususan odamlar bilan janjallashishdan doimo o'zini saqlash kerak. Albatta bular hajning maqbul bo'lish shartlaridandir. Haj safari davomida atrofdagi do'stlari, birodarlariga xayr ehson qilish ajr savob jihatdan yuqoridir. İnsanlar orasida o'zaro do'stlik va mehr muhabbat paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan ishlarni qilsin. Bunday odamning haji inshaalloh qabuldir. An Jabirin radhiyallohu anhu anin nabiyyi sallallohu alayhi vasallam qol: Al-hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illal jannah. Qil wa ma birruhu qol it'amut ta'ami wa tibul kalami. Jabir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh alayhissalom maqbul hajning mukofoti faqat jannatdir dedilar. Uning qabul bo'lishi nima bilan bo'ladi so'rashdi. Shunda Rasululloh alayhissalom taom berish va yaxshi gapirish dedilar. Imom Ahmad rivoyati. Demak, hajni qabul bo'lishining shartlari birinchi navbatda tilini nojo'ya so'zlardan saqlasin, janjal, fasod ishlarga aralashmasin va yana qo'lidan kelsa atrofidagilarga taom ulashsin va yaxshiliklarni ziyoda qilsin, muloyim gapirsin. Mana shu amallar bo'lsa inshaalloh haji qabul bo'ladi.